Ayasi. Men ishga ketdim. Eshikni qulflab oling. Bo'pti, yaxshi boring. Bolani uxlatib oling. Alo. Tez qayting. Men shoshyapman. Men bilmayman, tez qayting. Nima gap? Siz va'dangizni bajarmayapsiz. Qanaqa va'da? Yuvilgan, toza, dazmollangan kiyim kiyib yuraman deb va'da beruvmidingiz? Ayasi, menga bo'radi. Menga bo'lmaydi. Ustingizdagi kiyimingizni qarang. 3 kundan beri kiyib yuribsiz. Hidlangan bo'lishi mumkin. Uni ustiga g'ijim. Odamlar gapirmaydimi xotini befarosat ekan deb. Mana, yuvib, dazmollab tayyor qilib qo'yganman. Shuni ham kiyishga eringansiz. Bolaga chalg'ib qopman, uzr. Kiyib oling. Ayol kishini kiyimi erkakning g'ururidir. Erkak kishini kiyimi ayolni esa. Vafadorim mani, ilk bahorim mani, fasling qo'msab girgan yuragim, faslingga to'ymoq tilagim.